Bu joyda bilganlar bormi? 27-maktab albatta. Biz yangi loyiha boshlaganmiz. Ushbu yangi loyihamiz zo'r maktabimizning eng zo'r o'qituvchilarini tanishtirishda boshlaymiz. Xudo xohlasa kuzatib boring, mana video davomida ko'rsatib boramiz. Assalomu alaykum. Men Madaniy Muqaddas Zamzamovna, 1-toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Shu 27-maktabda 35 yildan beri faoliyat olib boraman. Faoliyatimni rus tilida olib boraman. Shu faoliyatim davomida undan ortiq sinf chiqarib, Xudoga shukr, davlatga foydasi keltiradigan o'quvchilarni yetishtirib berdim deb o'ylayman. Hozirda ular har xil sohalarda ishlashadi, kerak bo'lsa yordam berishadi maktabimizga. Yaxshi inson bo'lib yetishdi deb o'ylayman. Meni bir maslahatim bor edi. Bolangizni rus sinfga bermoqchi bo'lsangiz, birinchidan bolangizni xohishi bo'lishi kerak unga. Keyin unga siz sharoit qilib, muhit yaratib berishingiz kerak. Chunki ta'lim butunlay rus tilida olib boriladi. Bolangiz qiynalmasligi uchun siz shu sharoitni qilib bersangiz, natijasi juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ushbu maktabimiz dargohi hamma bolajonlar uchun ochiq. Kelinglar, bolajonlarni do'stona munosabatda qabul qilib olamiz va kutamiz.